Yo, assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib borayotgan qadrdon aka-ukalar, yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Ramazonlar bilan charchab qolmayapsizlarmi? Biz ham ishlayapmiz. Qish kuni bo'lishiga qaramasdan deymi, bahor keldi. Inshaalloh bugungi yukimiz xo'p, akalarimiz Sirdaryo Sardobaga o'zlari kelishib kecha zakaz berishgan edi. Bugun yuklarni chiqarib beryapmiz. Bu yerda bir komplekt Apalabga, Champion Apalabgamiz, ya'ni 63lik, 3lik listdan qilingan 10,5 million so'mga buni kamaytirib berdik. Mana bitta aravasi bilan ketyapti. Bu yerda o'qlari, gayka, syomnik, kulichlari, qo'shimcha listlari, undan tashqari bitta rolli mishalkamiz 4 million 300 ming so'mga, 3 million 800 mingga bitta ruchkali mishalka, ikkita lista bez paddon bo'ldi akalarimizga, bitta arava alohida sotib olishdi. Mana bu bitta klientimizga Sirdaryoga o'q jo'natyapmiz. Qo'yingki, bu akamizni yukini yuklab berdik. Inshaalloh Xudo xolasa Sardoba bo'ldi. Endi mana bu hop Jizzaxni Balandchaqa degan joyga Avasxon akamiz atela bu yoqdan kelib zakaz qilishgan mana. Bu ham 25 nomer. Faqat bu neobычный, ya'ni bu o'zlariga assobiy qilindi. Ya'ni 50 lik Apalabga, bo'yi 50 lik, yangi listdan qilingan 04 qalilligi listi. Orqasiga ugonlik faqat qiriga qo'yilgan. Yarim sant qochirilib, kerak ko'rib turganlaringdek qiriga qo'yilgan. Bu 9 million 800 mingdanmikan 10 million atrofida chiqdi bitta komplekt 18 metr 20 metr. Mana o'qlari, gayka, syomnik kulishlarini mana qopga solib berdik. Shaqqildoqlar bilan alohida gaykalari, xo'p, qo'shimcha listlar berdik. Alohida olishdi uni. Qo'yingki 22 metr 22 metr. O'rtoqlar kelib zakaz qilishgan 44 metr Apalabga. Bittasiga 9 metr alohida. Qo'yingki jami 44 metr, 9 metr, 53 metr Apalabga. 14 ta araba olishdi. Bular menimcha biznes qiladimi bilmayman, endi to'g'rirog'i. 14 ta skuter balon araba 430 ming so'mdan. Bu yerda ikkita mishalka o'rtoqlar olishdi bir-biri. Yana qo'shimcha narsalari nima? Alohida shunaqa qilib, chiroyli qilib mana berdik. Inshaalloh yuklab bo'lindi. Bu akamiz ham yo'lga chiqyaptilar. Xudo xolasa akalar xizmatdamiz, listlarimiz mana endi astoydil bo'lib, uje bitta pachkasi ketib qoldi. Ochlarimiz nima mishalkalarimiz mana Xudo xolasa bor, yana chiqib ketadigan yuklarimiz bor. Qo'yingki yuklarimiz oldimiz ochilib qoldi deydi. Ijod olyapmiz. Surxondaryodan zakaz bo'lgan ajoyib 2,5 metrlik, 2 metrlik bu zakaz bo'lgan bitta zakazimiz bor edi Sho'rchidan. Undan tashqari yana bitta zakazni boshlandi. Bu ham faqat qiriga qo'yib bersin deb zakaz qilgan mana. Profil akalar dish bilan teppa-teng. Faqat yoni 5 sm surilgan, mana 5 sm surilgan. Ikkala cheti mana bundoq qilib qiri bilan teppa-teng tursin aka deyshgan. O'zlariga zakaz bo'lyapti mana. Inshaalloh ichki tomonidan cho'tkilar sarkalanyapti. Tashqi tomoni endi ko'p sarkalanmaydi, men qiri bilan teng turibdi. Bolalar olishyapti. Kamin Abdurahmonov Shamsiddin, Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Kamin-Teran qishlog'idan sizlar bilan goh-gohida ko'rishib turibmiz. Oldingidek video qila olmayapmiz. Sabab ishlar juda ko'pligidan boshimiz aylansa, ketimiz aylanmay, ketimiz aylansa, boshimiz aylanmay ish qilib juda ham ishlar ko'payib ketib qoldi. Albatta sizlar duolaring, musofirda yurgan akalarim, Alloh sizlarni panohida asrasin, yaxshilikda ishlab oilaringga pul jo'natinglar. Biz albatta sizlar xohlagandek chiroyli Apalabga qilib beramiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Alloh Ramazonda hammaga muborak qilsin. Xonadonlarimizga fayz va barakotlarni yog'dirsin. Salomat bo'linglar. Duoda eslab turinglar qadrdonlar.